Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizga har xil turdagi mishalkalarimizdan yetib keldi. Ko'rishlari mumkin. 160 litrdan boshlanib 260 litrgacha bor. 160, 180, 200, 220, 250, 260 har xil litrlaridan olib kelib qo'yganmiz. Bularimizni motori ham o'shanga qarab bo'ladi hamda qozonlarining katta kichikligi, baquvvatligi ham o'shanga qarab bo'ladi. Ko'rishlari mumkin. 160 litrdan 260 litrgacha har xil variantdagilardan olib kelib qo'yganmiz. Aravachali variantlardan ham bor. Bularimiz o'sha Xitoyda ishlab chiqarilgan zavodskoy mishalkalarimizdan bo'ladi. Bularimiz mana eng kattalari 260 litr bo'ladi. Lislari ham baquvvat qilib ishlangan, balonlari ham o'ziga yarasha katta qilib ishlangan. Bemalol buni uzoqroqqa ketadigan bo'lsalaring, olib ketib ishlataman desalaring, bemalol sachib ham ishlatsalaring bo'laveradi. Olib ketsalaring bo'laveradi. Mashinaga udobni joylashaveradi. Qozonlari o'rtasidan yechiladi akalar. Motorlarini alohida olib ishlatsalaring bo'laveradi. Motorlariga keladigan bo'lsak, 800 vattdan boshlanib 1 kilovattgacha bo'ladi motorlari. Bularimizni samodelniy mishalkalarga qaraganda tok tanlamaydi. Past tokka ham ishlaveradi akalar. Ko'pincha arendaga bergan akalarimiz ham motorlari past tokka ishlamaydi deb samodelka anaqa mishalkalardan anchagina kechib mana shulardan olyapti. Bunimiz loylarga ham xo'p, loy qilaman deb xo'p, отделкasi qiladigan akalarimizga ham bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Beton, boshqa ishlarni qilib ishlatsalaring ham bo'laveradi. Kimga shunaqa beton mishalkalar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring, har xil variantlaridan olib kelib qo'yganmiz. Bularimiz zavodskoy Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Bularimiz ishlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Ramalarini, lislarini baquvvatligi ham o'ziga yarasha baquvvat qilib ishlangan. Ishlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana ishlarini, chuqurligi, aylantiradigan, mana aralashtiradigan narsalari ham ancha baquvvat qilib ishlangan akalar. Ishlarini, chuqurliklarini ko'rishlaring mumkin. Bemalol ishlatib foydalansalaring bo'laveradi. Manzilimiz Qo'qonda, saxiy do'koni. Kimga shunaqa mishalkalar kerak bo'lsa, pastdagi telefon nomerlarimizga aloqaga chiqsalaring, dastavka xizmatlari ham bor, kelishilgan holatda akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.